Imom Buxoriy Abu Hurayra va Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Iza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba bihi ahaduhuma." Agar bir musulmon ikkinchi musulmon birodariga "Ey kofir" desa, ulardan bittasi shunga mubtalo bo'ladi. Ya'ni unda shu kofirlik sifati bo'lsa, bu so'z borib unga yopishadi. Aks holda, agar u kofirlik sifati bo'lmasa, iymoni bor odamni kofir degan uchun o'zingiz kofir bo'lasiz deyilyapti. Sizga kerakmi shu? Qa'dan bu g'amni yelkangizga oldingiz, birodar, kofirligini aniqlashlik yoki kofirligini aniqlamaslik. Siz ishingizmi bu? Imom Ahmadda keltirilgan hadisda "Man kafara akhahu faqad ba biha ahaduhuma." Kim dedilar Rasululloh? Birodarini kofirga chiqarsa, unga ikkovidan biri duchor bo'ladi. Mana ikkinchi hadis. Sahih to'plamlarda Abu Zar roziyallohu anhudan keltiriladi. Rasululloh aytdilar: "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq va la yarmihi bil kufr illa irtadat alayhi illam yakun sohibuhu kadalik." Kishi, musulmon kishi birovga fosiqlik ta'nasini ham, kufr ta'nasini ham otmaydi. Bu fosiq, bu munofiq, bu kofir. Shu lug'atlarni leksikondan olib irg'itib olaylik. Bizning ishimiz emas. Ha, Yahudiyni, Nasroniyni, mushrikni biz kofir deymiz. Shubha yo'q bunda. Lekin ahli qibla bo'lgan odamni qilgan ishi tufayli kofir demanglar. Bizning ishimiz emas, jon akalar, ukalar.